bogатый, elitni, prestijni bo'lsin degan mijozlarimiz uchun 4 xonadan iborat bo'lgan 91 kvadratli yangi juda ham zo'r ta'minlangan xonadonimiz sotuvga chiqdi. Ko'rib turganingizdek, xonadonimizning fasadida bizda детский площадка, security tizim, shlagbaund, hamma shart sharoitlari bor. Birga bir ichkarisini obzor qilib o'tamiz. Nurlanbek, let's go. Assalomu alaykum va rahmatulloh. 4 xona so'ragan mijozlarimiz uchun juda ham idealni ta'minlangan xonadonimiz sotuvga chiqdi. Bizga, ya'ni Real Estate Exclusive'ga murojaat qilsalaringizdagi shunday faizli xonadonlarni sizga sotib olib beramiz. Marhamat, kirib kelishdan birdaniga kattalar yotoqxonasi bo'lyapti, TV zonamiz, hamma shart sharoitlar qilingan. Har bir xonadonimizga radiator qo'yib o'tilgan. Marhamat, bu zalimiz bo'lyapti. Zalimiz Atachenta uslubida ta'minlangan 12 talik sijashi zona qo'yilgan, kattagina hashamatli TV zonamiz bo'lyapti. Zalimizda primoy balkonga chiqib ketilgan eshik qo'yilgan. Marhamat, kirish zonamiz elektromontajda qilingan. Koridorimiz ham polni Atachenta uslubida ta'minlangan. Marhamat, mana bu yerdagi dizaynga, naqshimizga baho beramiz. Kichkintoylar xonadoni bo'lyapti. Bu yerda ham radiator qo'yilgan, hamma shart sharoitlar bor. Xonadonimiz polni chopli pol qilingan. Ko'rib turganlarimizda patologlarimiz ham juda ham uzungina. Sanuzelimiz razdelni bo'lyapti. Marhamat, bu birinchi sanuzelimiz. Bu esa ikkinchi sanuzelimiz bo'lyapti. Kir yuvish mashinasi, hamma shart sharoiti bor. Bu yerda kuxnya, ya'ni oshxonamiz, ko'rib turganingizdek, Besten mikrovimiz, Besten duxovkamiz, 4 kishilik sijashi zona qilingan, visokopotolochniy kuxonniy garniturimiz. Marhamat, suv, gazdan muammo yo'q. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham balkonga eshik qo'yib o'tilgan. Marhamat, yana bu yerga gostivoy yoki детский xonadonimiz bo'lyapti. Hamma shart sharoitlar qilingan. Bu yerda рабочий zonamiz bo'lyapti. Mana bu yerdan ham esa balkonga eshik qo'yib o'tilgan. Marhamat. Samarqandda hamma chiroyli manzarasi ko'rinadi. Bo'lib 8 qavatli binomizda 5-qavatda joylashgan. 110 ming AQSh dollar deyapmiz. Yana chiroyli qilib savdo qilib olib beramiz.